Agarda odamning qulog'i soppa-sog' bo'lsa, u bemalol 1,5 ming xil musiqiy tonlarni eshitishi mumkin. Lekin uning nog'ora pardasi uzilgan bo'lsa, u umuman hech narsani eshitmaydi. Agarda nog'ora pardamiz uzilgan bo'lsa, biz nimalarni bilishimiz shart? Ushbu savol bilan biz doktor Omonjonov Husniddinga murojaat qilamiz. Quloq pardasi teshilgan bo'lsa, birinchi o'rinda audiometriya qilinadi, quloq nervini bilamiz. Ikkinchisi, quloqga suv tushirmaslikka harakat qilishimiz kerak. Agar quloqga suv tushib qolsa, quloq yiringlab qolish ehtimoli bo'ladi. Abdurahmon aka bundan oldin 5 marotaba quloqlarini operatsiya qildirgan, to'g'rimi? Oxiri hech qaysi doktor yordam bermagandan keyin siz ularga qay tarzda yordam bera oldingiz? 6-operatsiya orqali. 6-operatsiya bu quloq pardasini yamadik. Oldingi holatini ko'rsatsam bo'ladi. Mana keyingi holati, 6-operatsiyadan keyingi holatini sizlarga ko'rsatmoqchiman endoskop orqali. Mana ketdik. Ekranlarga qaraymiz. Xo'sh, Ideal holatda mana ko'rsanglar bo'ladi. Mana parda qo'yatdi teshik edi. Mana parda teshik yo'q уже. Bu ko'rishkilar yana tushib ketadi o'zi. hozir Abdurahmon akaga savol berib ko'raman. Eshitish qobiliyatlari yaxshilandimi yoki yo'qmi? Agar hozir deb savol bersalar, demak 6-operatsiya muvaffaqiyatsiz o'tibdi. Men hozir 10 metr nariga boraman va bitta raqamni aytaman. Agarda o'sha raqamni eshitsangiz, demak 6-operatsiya muvaffaqiyatli tarzda o'tibdi. Agarda yaxshi eshita olmasangiz, unda 7-operatsiyada ko'rishganda ko'rishguncha. 25. Qulog'im vaqat urib ketibdi-yu. Obunachilarim uy sharoitida qay tarzda bilib olishlari mumkin? Ularning quloqlarini pardalari teshilganmi yoki yo'qmi? Buni aniqlash oson. Chuqur nafas olamiz, o'pkamizni havo yig'ib, burnimizni yopamiz. Havo jo'natamiz quloqqa. Qaysi tarafdan havo chiqsa, o'sha taraf quloq parda teshik hisoblanadi va butunligini ham aniqlash mumkin. Buning uchun burnimizni yopamiz. Yutinsak, quloq pardamiz orqaga tortiladi. Bu degani quloq butunligidan dalolat beradi. Agar quloq parda tortilmasa, o'sha tarafi quloq pardasi teshik hisoblanadi. Hurmatli do'stlar, demak mana shu mashqni hozir qilib ko'ramiz va agarda quloqni pardasining teshikligini biz bilsak, ushbu video tagida doktor Husniddin Omonjonovning nomerlarini qoldiraman. Ularga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilishingiz mumkin. Ungacha esa Mr. Otabek TV kanalida va doktor Husniddin Omonjonovning qabullarida profilaktika bilan ko'rishguncha.